Ana xudo xolasa kotyol terish ishlari boshlandi mana. Duh kontorni kotyolda mana ikkita. Uje terishni boshladik. Oz-moz ishlar qoldi. Buni времени gazda ulab ko'rdik paka. Xo'p, mana bu joyga mana shu tarzda polni podключение qilib, ikkinchi etajga chiqarib tashladik. Bu yerga ikkita zapaska o't tashlab qo'yganmiz. Bollerga ulash uchun. Mana bollerimiz. Buni ham tayyorlab qo'ydik. Hozir endi buni qo'yib bollerda ulaymiz. Aka, oz-moz ishlar qoldi, xudo xolasa. Mana santexnika ishlari xudo xolasa bitdi. Shu tarzda chiroyli qilib kotyollarni yig'ib qo'ydik. Mana aka hozir bittasini ishlatdik, ikkinchisi zapasda turibdi. Minus daraja kuchli bo'lganda keyin bu ikkinchi kotyol qo'shiladi. Mana bu yerga arestonlarni, bollerlarni shu tarzda uстановка qilib, chiroyli qilib qo'ydik mana. Mana bu tomonimizga voda chiskani shu tarzda buni firmadan kelib uстановка qilib o'rnatib ketishdi. Mana shu tarzda o'rnatib ketishdi. Mana xudo xolasa santexnika ishlaridan keyin plitka qo'yish ishlarini boshladik mana. Shu tarzda mana chiroyli qilib bitkizyapmiz. Mana yana bitta komnatamiz. Buni polni plitkalarni urib chiroyli holatda mana urib chiqdik. Shu tarzda ishlar davom etyapti sekin-asta. Mana xudo xolasa santexnika ishlarini oxirgi etapini qilyapmiz. Mana filtrga hozir sovuq suv ulaymiz. Bu yog'ini olib kelib turib tepa tarafdan arestonga ulaymiz. Shu bilan xudo xolasa santexnika ishlarimiz tugaydi.